Privet qizlarjonlar, qanaqasizlar, tuzukmisizlar? Shu desanglar bugun sayrga chiqdik. Aylanishga City Mallga bordik. Yo'lda mazza qilib aylandik. Zo'r videolarga oldim. Ayolchilar ham zo'r. Sizlarga ham ko'rsatgim keldi. Mayli, ko'rganlar bordir. Yana bitta eslayverasizlar. Undan chiqib keyin Toshkent City'ga aylangani chiqdik. Biza borgunimizcha fontanam o'ch bo'ldi. Shu bilan aylanib yurdik. Bu yerda qanaqadir konkurs bo'layotgan ekan. Odamlar yig'ib olishib, shunaqa qilib yo'l yursa ham mo'l yurdik. Men o'n tarafda gazirovka suvlar bo'lardi qoldi. Pul tiqsangiz gazirovka suv chiqarib berardi, shunaqa bor ekan. Biz ham uni apandiga o'xshab stakan qidirib yuribman. U stakani o'zi bilan bo'lar ekan. Pul tiqsangiz bo'ldi ekan. Shunaqa qilib, mana shu yerda ham o'g'lim tushib qolganini qaranglar. Men haykalcha bilan ham tushib oldim rasmlarga. Shunaqa qilib bormaganimizga ham ancha bo'lib ketibdi. Daraxtlar kichkina edi. O'sib katta bo'lib ketishibdi daraxtlar ham. Shunaqa qilib zo'r joyli bo'lib ketibdi. Mazza qilib aylandik. Bolalar ham mazza qilishdi. Ovqatlanib kechki payt bolalarni olib borib mazza qilib aylanib yuradigan joy. Havosi toza. Adashib ketaman so'zlarimda. Shunaqa qilib safarimiz qaridi. Metroda uyga qaytib oldik. Bolalar charchashdi, o'zi bor yo'g'i 2 soatgaginaga bordi shekilli. Ana, charchagan bola. Shu bilan vlogimiz tugadi. Like, kommentariya, поддержка qilaveringlar, qizlarjonlar. Xayr.